Никто, наверное, не ожидал, что бой закончится так. Давайте скажем честно. Аккуратно, Габрамов. Conor McGregor! Tegidin! Ey! Men 4 ta g'alabamni bor-ku, prosta sizlarni vaqtlaringizni oldim aldi. Ana endi profitasiga urishamiz. Ey, men Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda trenirovka qilganman. Yo'qni yigitlarim bor-ku, xudo xohlasin, Qo'ra mehnatda katta bo'lgan, o'qimishliklari ham bor. Yurt uchun O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish uchun to'xtamasdan harakat qiladi. O'zbekiston, assalomu alaykum. Yo. O'zbekiston! Yo. O'zbekiston! Hozir bitta gapni gapiraman, hamma bora oldi baqiradi. O'zbek, o'zbek! Mani bu boshqacha. Men xudo xolasa yelkamda mana shu 40 million ahvolini bayrog'i turib, boshimda milliy libosim do'ppim tursa, o'sha Conor McGregor bo'lsa, peshonasini qiyshaytiraman. Boraman. Sizlar mani patrishga qilinglar, internetda mani nima ko'rib qo'yganlar bor. Ey, men bor hayotimni ko'rsatdim. Xudo xolasa 8-aprel dadamni tug'ilgan kuni bitta hayqiriq qani. To'g'ri, yangi mashina olishga qurbim yetmadi. O'zlari bo'yga chiqdim. Ro'zalar chiqdi. O'zimda minib yurgan jentramni hamma biladi, bora kuladi. Dada Sparkda yuraman, jentrada qanday yurak? Dada Spark. Dada jentra muborak. Xudo xolasa inshaalloh dadam 8-aprel kuni tug'ilgan kuni 64 yoshda qarshi oladi. Dadajon Mirzo o'zi qirol bo'ladi. Bur bo'ladi. Xudo xolasa endi jentrada yuradi o'rnasiga yigit o'lsa ham nomi o'lmaydigan. Degan yo'q. Akmal aka, Samarqand, assalomu alaykum. Akmal aka, menga telefon beraman degan. Xudo xolasa aka, gap telefonda emas. Xudo yuzdan lumo shartini bajaraman degansiz. Samarqandliklar bitta gapiradi. Aka, menga bitta Messi kalitini taqlay. Sizga bu yarashadi inshaalloh. Akmal aka, tanisiz. Samarqand ikkinchi Amerika-ku. Ey! Xudo xolasa bir narsani aytay do'stlar. Mana do'stimni mag'lubiyatga uchratgan bir tojikistonlik rais bor. Tojikistonliklarni hurmat qilaman. Lekin kamir karate o'qiysan. Ey, bo'li do'stlar uchun qasos oladi. Ana endi qochib o'rmondan chiqolmaysan. Tojikiston babes, O'zbekiston olg'a, Qozog'iston bovurlarim.